Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz Lionel Messi hamda unga sherik qilib, mana bu yerda transferdan kelgan Muhammad Salohni full holatiga yetkazamiz. Ya'ni o'ng qanot hujumining qirollarini. Xo'sh, biz bu videoda ularni kuchaytirish uchun yig'ayotgan kuchaytirgichlarimiz, to'g'rirog'i, sotib olgan mayda futbolchilarimiz 80 darajali himoyachilarni sotib yuboramiz. Futbolchilarni sotib yuborayotgan vaqtimda albatta siz videoga like bosib, kommentariya yozib, obuna tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang va sizlarga yana bir ma'lumotni aytib o'taman jigarlar. Bu ma'lumot nimadan iborat deyotganlar uchun men o'zim Telegram kanalimda turnir qilyapman va bu Telegram kanalimni kommentariyadan topishingiz mumkin. Kommentariyada pin qilib qo'yaman va video opisaniyasida ham bo'ladi. Men turnir qilyapman o'zim. Bu turnirda 128 kishi ishtirok etadi deganman va hozircha 100 dan ortiq joy band qilib bo'lingan. Agarda shu videoda juda ko'p odam menga yozadigan bo'lsa, turnirni 256 talik qilib yuboraman, bo'lmasa 128 ta bilan joyni to'ldirib turnirni boshlab olaman. Xo'sh, Muhammad Salohni ham sotib oldik. Va mana bu yerda sizlarga Telegram kanalimni Telegramning o'zidan ham topishni o'rgatib o'taman. Mana Dilisa Jaloliddinov deb yozadigan bo'lsangiz, albatta meni Telegram kanalim birinchi bo'lib chiqib keladi. Va albatta Telegram kanalimda mayda-chuyda barcha Dilisa haqidagi yangiliklar, Dilisa 26 haqidagi va tanga olmos yig'ish xizmatlari, sezon pas xizmatlari barchasi bo'ladi albatta jigarlar. Va bu turnirimga hammangizni taklif qilib qolaman jigarlar. Turnirda ishtirok etish shartlarini aytib o'tdim va turnirda qo'yilgan sovg'alarni ham aytib o'taman albatta. Birinchi o'ringa 100 ming so'm, ikkinchi o'ringa 50 ming so'm, uchinchi o'ringa sezon pas, to'rtinchi o'ringa esa aksiyali sezon pas bo'ladi. Albatta o'tib olib bemalol Telegramdan menga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalimda barchasida deyarli silkam qoldirilgan bo'ladi. Xo'p, biz Messi va Muhammad Salohni birinchi fitness texnika kuchaytirishlardan 300 pastdan chiqarib olishga harakat qilamiz. Bizda ikkisida ham deyarli taklingga tushmasa juda yaxshi holat bo'lardi. Birinchi kuchaytirishimizda tushdi, ikkinchisida ham tushmoqda. Bu juda yomon holat va uchinchi kuchaytirish bizda texnikasidan. Hop, bizda break horse berilmoqda va ikkisining ham taklingga tushmadi. Bu super holat. Messida kontrol 100 bo'lishga ulgurdi. Salohda esa hali kontrolga hali birorta tushmagan. Pas va zarba darajalari 95 ga 97. Va yana break horse bizda va bu safar Messining taklingiga tushib ketdi. Takling 49 bo'ldi. Salohdan bitta 100 chiqarib oldik. Kontrol 93. Xo'sh, keyingi kuchaytirgich Salohning taklingiga tushmoqda, zarba 97. Messida esa 2 100 chiqarib oldik va kontrol 92 bo'lib yotibdi. Messi biroz yomonroq ketyapti chunki taklingi 51 bo'lib ketdi. Salohda ham 48 darajada takling, ikkisi ham juda normalniy kuchaymoqda deb turganimda, xo'p, Salohda 50 bo'lib qoldi takling. Xo'p, kontrol. Kontrol va zarba darajasiga tushdi va endi yana bitta ikkitalik kuchaytirgich. Salah juda super kuchaymoqda. Kontrol 99, Messida 98 va biz bittagina texnika bosamiz. Agar Salohning deganimda Salohning kontrolga tushdi va Salohdan 3 ta 100 va bitta 50 holati. Hali 90 holatda Salah va biz pasdan 3 ta 100 chiqarib oldik. Hali Salohdan 6 ta 100 chiqarsak, bu sensatsional daraja bo'lib ketardi, lekin juda qiyin, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib ko'ramiz. Va fitness bosganda ham ko'rib turganingizdek, STR darajasiga ko'p tushib ketmoqda. Va bizda break horse berildi. Va yana ketma-ket ikkinchi marotaba break horse va Messining STRsiga tushdi, lekin Salohning STRsiga tushmadi. Shunday break horse holatlarda STRga tushmasa juda super bo'ladi. Hozircha Salah 6 ta 100 chiqishiga biroz harakat ketyapti. Shunday holatlarda STR va taklingga kuchaytirishlar ketmasa futbolchilarga, olmasa kuchaytirish STR va takling juda super kuchayadi, lekin 80 bo'lib ketdi STR darajasi ham Salohda va 82 ham bo'ldi. Salohdan biz 4 ta 100 chiqarib oldik. Hech bo'lmaganda 5 ta 100 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Tezligi 94, tezlanishi 100, STR
99 bo'lib ketdi stat darajasi Break Horse natijasida. Salah juda super kuchaymoqda. Agar bittalik kuchaytirish bosamiz bundan buyog'iga bizda Messi biroz xunukroq bo'lib qoldi. Ikkitagina yuz chiqib qoldi. Shu sababli bittalik kuchaytirishlar. Fitness bittagina bosdik va Messi full holatiga yetdi. Tezlik 88, tezlanish 95, kontrol 100, pas 98, zarba esa 100. Menimcha Messi juda normal holatda kuchaydi. Yomon deb bo'lmaydi va Salahdan 5 ta 100 chiqardik. Hech bo'lmaganda 5 ta 100 chiqarib oldik Salahdan va bitta oxirgi kuchaytirishimiz va satara darajasiga tushdi. Satara 82 bo'lib ketdi. Shu holatda agar satara 80 dan oshmaganda menimcha tezlik ham 100 bo'lardi va 6 ta 100 chiqardi. 6 ta 100 bitta 80 bitta 50 lik daraja ekan Salahda. Xo'p jigarlar, video haqida albatta kommentariyada izohlar kutib qolaman. Messi yaxshi kuchaydimi, Salah yaxshi kuchaydimi, barchasi haqida kommentariyada sizlardan bitta izoh kutib qolaman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz albatta videoga like bosing, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling deb qolaman.